Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Mana ishlarimiz bilan bir sizlarga tanishtirib o'tay. Xonalar tayyor bo'luvchi. Mana parketlarni bosib qo'ydik. Xudo xolasa pulim sizlarga qoldi. Devorlari mana aboy. Shu ko'rinishda bo'ldi. Endi o yo'piradigan xonamni ham bir ko'rsatib o'taman. Buni ham parketlari bo'ldi. Mana shundan chiqyapti. Svetlarni yoqib, bog'larning aboylarini ko'rishingiz mumkin. Obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bitta klasslarda bosib, sizlarda ishtirok etmaydi. Shuna xizmatlar kerak bo'lsa pastda nomerlarim bor, murojaat qila olasizlar. Mana zalimiz ham xudo xolasa oz qoldi. Devorlari bo'lyapti endi mana. Po'kalarni bir sir yopishtirib chiqdik devorlarga. Endi tevaning po'kalari bor, uni ham yopishtirib qo'ysak, xudo xolasa devorlarga rangni beramiz. Bizni kuzatishda davom eting, xudo xolasa chiroyli videolar qo'yib boramiz.